Guayu'nun Jinju'nu tatqızıp qo'yib, ölüp ketişiga nima sabab bo'ldi? Guayu'nun akavurlik sabab bo'ldi. Buni oldin qatimliq so'pinda bir qatim so'zlagan. Unda olsa bu yerki Guayu'nun mushundaq akavurligi, takabburligi to'g'rimi xato? Nurg'ullar mana shu sunchang bo'lgan takabburlik tufaylidan o'zining hayotini Jinju'ni tatqizib qo'ydi. Oxirida bu sabab Zhang Fei o'ldi. Zhang Fei bilan Guayu'ning o'limining ochchig'idan Liu Bei qo'shin tarafidan mag'lub bo'lib, bu o'ldi. Shuning bilan bu yerga shu xan zavallık yüzlendi. Muş gap qo'yinchilik tutib olib, nurg'ullar oxirgi sababini bilib olib, xato deydi. Endi mening çok aytgan vaqtimda bu top to'g'ri. Nima ish to'g'ri deyman? Guayu degan kim o? Guayu degan 5 o'tkaldan o'tkicha 6 sanğunning kallasini olgan, Mei Soğuqchi Huashongni qatl qilgan, Yanliang Wenchulanning kallasini olgan jondagi birinchi numurliq polvon. Guayu o'zini men ikkinchi desa, hech kim birinchi deyolmaydi. Endi bu yer Guayu degan 5 yo'l sanğunning 5i, birinchisi ham Chen Zhongjun Turshawul sanğun. Guayu degan Nachtuman lashkarininki bosh sanğuni, sarkardisi. Unda o'zi Guayu o'ylab qilinglar, bu yer akavurmay. Po'chumay bu hesab lavdago sizlarcha aytaylik kamsiz haq shamshan ko'tirib Guayu qo'llarni olamat. Qapimgina bir urushmaymizmi? Abi chiroyli qalqinmaymizmi? Alog'ini nima qildik? Bibratan rang bilan pijo ichishga qanday? Men chiroyli qalqinli ishni. Qo'llassiz kunlarga boshqalar uchun qilsa, bo'pti qapimanglar. O'tib ketdi bu kunlarmi? Qanday qilmaymiz? Hamda urushmay chiroyli o'tilayman shunda. Guayu bunda qanday Guayu bulalaydi? O'ylab bakinglar. Qo'llassizliklar Guayu nimish uchun bo'ldi? Nimish Guayuga askar bo'ldi? Hamiz poatini bizning Guayudek botir sarkardimiz va sanğunimiz vardı. Albatta sap oldidan nahar tortib Sardar Shamsharni ko'tirib bangdigan odam ashundaq po'ch bo'lish kerak. Ashundaq hech kimni ko'z gilmaydigan har qanday botir kasim chiqsamni kallangalmay diyolaydigan bo'lish kerak. Ma sarkarda shundaq bo'lgan vaqtida va keyinda agashganlarmi botirlik ko'rsatalaydi. Endi bu oldingi sarkarda tirnig'ini tatlab, xapamanglar bir chiroyli digil tursa, bu qanday jan qildi? Bizim bu sarkarda Guayu deb kelsa, bu shundaq bir tirnig'ini tatlab tursa, biz qanday jan qilamiz? Shundami? Guayuning akavurligi buning botirligidan kelgan. Shpachalik haqida qissadagi payg'ambar Yilu Arjao Sandianwei Siguan Ma Liu Zhangfei. Guayu 4-o'rin turdi. Biroq Liu baldırlı ölüp ketdi. Dianwei unudimi burun ölüp ketdi. Zhao Liu Bei'ni qo'g'diq ustida turibdi. Jahonda kim Guayu'dek botirlik ko'rsatib baxti. Guayu shun o'zini men ikkinchi desa, hech kim birinchi deyolmaydi. Shuning uchun Guayu mushundaq manmanchilik qilish kerak. Guayu shuning uchun ashundaq akavurlik qilish kerak, ashundaq po'chilik qilish kerak. Buningki bu akavurlik ash botirligidan, ash qo'rqimsizligidan kelgan. Guayu mushundaq qo'rqimsiz akavur botir bo'lg'achqa o'zi yolg'iz Jinjuni saqlab, matrab Sunchuanni, atrab Saosoni qo'rqitalgan. Guayuning mag'lubiyatini o't pilkisi ham Sunchuanga ham yo'l bosgan pushtini itning kuchiga kirmanma deb qo'ygan dipidan boshlangan bilan, hargiz bu kichkina bu ish emas. O'z vaqtida Saoso bostirib kelgan vaqtda Sun Liu ittifoqi birlashib, Liu Bei bilan Sunchuan butun qo'shinni Zhou Liang, Zhou Yu, Lu Su, Lu Meng, Guayu, Zhang Fei, Zhao Zulun hammasi birlashib Saosoni chekindirgan. Bu qatim Guayu'gimi Saosoningki Pangdo, Yujing, Shuhuang, Shujing, Sauren, Sauxo qatorliq 7 sanğuni atrapda Liu Meng boshliq tumanmen kichik lashkar o'tib ikki tarafdan qistab, har xil yaxshi, yomon taktiklarni ishlatib yurib, aran mag'lub qildi. Undaq oson mag'lub bo'lib qolgan ish yo'q. U bir kechadan mag'lub bo'lib tatqib qo'ygan, bir kechada qayrib ketgan ish yo'q. Ma jang xil uzun suzilgan jang. Endi bu yerda nurg'ullar Liu Bei nimishga yordamga kelmaydi deydi. Üst tarafdan Saoso, ma tarafdan Sunchuan butkul aloqani uzayotgan, Liantong Yidongning munaralarini uyirayotgan. Yerga bir xat kaptirmi uchib kirib chiqolmaydi. Mash daraja saqlayotdi. Bu yerda bo'layotgan ishdan u Zhou Liang Liu Bei bexabar. Xabardor bo'lsa Zhang Feini tumanmik chiqlashganlar yordamga avatmamdi. Mandaq gap bor. Yo'q turganda meni guanjo qilib birdan yaxshi yurak urib qo'yinglar. Rahmat.